Farzandingizga hech qachon o'zingiz kiyim tanlab bermang va sovg'alarni ham o'zingiz tanlamang. Ularni xohishi, ularni istaklari asosida o'zlari tanlagan kiyimlarni va narsalarni olib berishga harakat qiling. O'zim tajribam bilan bo'lishaman. Bundan bir necha yil avval farzandlarimga o'zim xohlagan kiyimlarni olib berganimda, ularda xursandchilik bo'lmagan yuzlarida va menda farzandlarim shukur qilmayapti degan xulosa paydo bo'lgan. Men buni o'rganganman. Men xohlagan narsani olib kelgandadir, balkim shunaqa xursandchilik bo'lmayapti turganligi deb farzandlarimni o'zini xohishi asosida, ya'ni ular yaxshi ko'radigan narsalarni sovg'a qilib olib kelishni boshlaganman va shundagina farzandlarimni ko'zlarida quvonchni, xursandchilikni, rahmat degan tashakkurlilikni ko'rganman. Ba'zida ota-onalar o'zlari kiyimlarni tanlab berishadi, o'zlari ularga yoqmaydigan sovg'alar olib kelib, farzandlardan xafa bo'lib yurishadi. Rahmat ham demadi, xursand ham bo'lmaydi. Nega shunaqa deyishadi? Aslida esa siz uni xohlagan, istagan narsasini bermagan bo'lasiz. Shuning uchun ham u ko'rsatadi. Farzandlaringiz o'zini mustaqil fikri bo'lishini va o'zi xohishi asosida butun umr yashashini xohlasangiz, ularga o'zlari istab kiyimlar olishiga va sovg'alar, ya'ni o'yinchoqlar, hamma narsani o'zlari istaganini olishiga ruxsat bering. Bu videoni farzandi bor yaqiningizga yuborib qo'ying va siz farzandlaringizga kiyim olib berishda ularni xohishiga qaraysizmi? Kommentariy orqali albatta yozib yuboring.